Sizga mehr bera olmaydigan inson uchun o'zingizni sindirib yashayapsizmi? E'tibor kutamiz, mehr kutamiz, qadr kutamiz va aynan bizga bularni bera olmaydigan insonga qattiq bog'lanib qolamiz. Vaqt o'tadi, qalb charchaydi, inson esa o'zini yo'qota boshlaydi. Sizni shuncha mukammal yaratgan zot nahotki sizni qadrsiz yaratgan bo'lsa? Sizning har bir chizg'ingiz mo'jiza. Muammo shundaki, biz yaratgan bermoqchi bo'lgan muhabbatni bandasidan so'raymiz. Qalb yaratganidan uzoqlashgani sari odamlarga muhtoj bo'lib qoladi. Lekin inson avval o'zini tanisa, o'zining kimning asari ekanligini his qilib yashasa, haqiqiy muhabbat ana o'sha yerdan boshlanadi. Bizni kuzatishda davom eting. Eng yaxshi fikrlar, eng ta'sirli mavzular va qalbiga yetib boradigan kontentlar hali oldinda.